Vatandoshlar, siz bilan Farg'ona shahrining markazidamiz. Mana hozir Farg'ona Marg'ilon yo'nalishidagi taksi va Damas avtomashinalari turargohiga kelyapmiz. Ko'rib turibsizlar, birinchidan hech qanday xavfsizlik xizmati boshqa ishlar yo'lga qo'yilmagan yo'lovchilarning xavfsizligi. Ikkinchidan bu mana shu yerda qatnashayotgan Damas avtomashinasining xodimlari birortasi ham litsenziyaga yoki boshqaga ega emas, hech qanday elektron tenderda yutib olinmagan. Mana shu Marg'ilon shahrida mana bas ana shu nimalarda olsangiz, Marg'ilonda narigi nimalarda olsangiz, Farg'ona shahrining markazi, Farg'ona shahrining bozorini oldi, bozorining yonlari. Mana shunday Damaslarda doimiy turargoh joyi yo'q va mana shu yerda xohlagandek sharoitga qarab turib, mana Marg'ilon shahriga qatnayotgan litsenziyadagi hech qanday litsenziyasiz, hech qanday davlat ruxsatnomalarisiz shu faoliyatni olib borishyapti. Lekin Farg'ona shahrining markazi hisoblanadi bu joy. Chorrahalarda nima qilib yurishdi? Ishimizga qarab yuribmiz. Mana shunday davom ettiraveramiz. O'zimizga nima qilib narigi tomondan yuraylik. Do'stlarimiz o'tib olaylik. Assalomu alaykum. Yo'lda ochilib. Shunaqa. Ana shu Farg'ona Marg'ilon avtomashina turargohi aksariyat haydovchilar hozirda o'sha Gonish avto yo'l mas'uliyat cheklangan jamiyati hamda Fotori narxi tomonidan nima qilamiz hamda o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatning haydovchilari hisoblanishadi. Shu hozircha biz qilayotgan ishlarimiz shunlardan iborat. Mana shu Farg'ona shahri bozorining markazi hisoblanadi. Mana shu avtomashinalarni yaxshilab qaytarib oling. Qaytarib oling orqa tomonni. Kaminatni dona bo'lma, kaminatni kishi. Qaytarib oling orqa tomonni. Avtomashinalar, mashinalar, Damaslarda oling. Damaslarda oldingizmi hech bo'lsa, Farg'ona bu narsada yozilganda odamlar chiqib tushayotganligini. Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Eldor Erkin. Hozir biz Farg'ona shahri dehqon bozori hamda kiyim bozori o'rtasidagi Farg'ona Marg'ilon turargohida nima qilyapsiz? Va alaykum assalom. Nima qilyapsiz? Shu gaplar kerak bizga. Yo'q, bizga o'zimga. O'rasizlar. Bu to'g'ri gapiryapsiz, o'z xizmat vazifangizni tushuntiryapsiz-da. Молодец. Do'stlar tushuntiryapman. O'zlarini olmang, gaplarini. Yo'q, qilmay qo'yavering. Shunaqa. Qo'yavering. Yo'q, biz video syomka qilib, shuni so'rayapman. Shu Farg'ona Marg'ilon yo'nalishi bo'yicha nimani biz bilan o'z uchastkaga borsalaring, buni aniqlab qo'ying. Nima maqsadda bu yerdagi ijtimoiy tarmoqlarga bir haliga noqonuniy narsalar chiqarib olsalaring, yana noqonuniy nima bo'lishi mumkin? Shaharda nima bo'lishi mumkin noqonuniy? Menga ko'rib qo'yaylikchi, nima gap nima so'z? O'zi o'tib ketyapti odam oldingizdan. Ha. Xo'p.